Yilning eng zo'r sportchisi bu safar kim bo'ladi deb o'ylaysan? Qobil Islom bo'lsa kerak. Qobilov Islom. Bu Toshkent jamoasida yangi yil bayram nishonlaymiz. Yil sarhisobi bo'ladi. Yil davomida yaxshi natijalar ko'rsatgan, yaxshi rezultatlar qilgan ularni taqdirlab qolsak. Har taraflama qolgan yo'llarga o'rnak qo'llanadigan sportchi deb biz Qobilov Islom 2025-yilning eng yosh, eng yaxshi sportchisi Mamadjon Islom. 2025-yilda eng yaxshi natija ko'rsatgan sportchimiz Anvarjon Mo'minov. Yilning eng zo'r sportchisi bu safar kim bo'ladi deb o'ylaysan? Qobil Islom bo'lsa kerak. Qobilov Islom. Bu Toshkent jamoasida yangi yil bayram nishonlaymiz. Yil sarhisobi bo'ladi. Yil davomida yaxshi natijalar ko'rsatgan, yaxshi rezultatlar qilgan ularni taqdirlab qolsak. Har taraflama qolgan yo'llarga o'rnak qo'llanadigan sportchi deb biz Qobilov Islom 2025-yilning eng yosh, eng yaxshi sportchisi Mamadjon Islom. 2025-yilda eng yaxshi natija ko'rsatgan sportchimiz Anvarjon Mo'minov.